Bugun qizlarni yig'ib shunchaki ular bilan birga kunimni o'tkazgim keldi. Ayniqsa yangi yil oldidan bunaqa lahzalarni qadrlashni boshlarkansan. Har birimizning o'z sevimli ta'mimiz borligini bilaman va albatta hech kimni e'tiborsiz qoldirmayman. Aynan shu narsa uchrashuvlarimizni jonli va samimiy qiladi. Bayram kayfiyatiga tayyorman va darrov stol bezashni boshladim. Uy kulguga to'lganda hamma narsa o'z o'rniga tushadi. Uyni yana ham kulguga to'ldirish uchun esa yaqinlarning o'zi kifoya. Har birimizning o'z xarakterimiz, o'z kayfiyatimiz bor. Ammo aynan birga bo'lganimizda eng iliq lahzalarni yaratamiz. Bugun Munisa Rizayevaning aynan mana shu obrazini sizlar bilan qaytaramiz. Birinchi bo'lib qoshlarimni qalin chizib oldim. L'Oreal Parijdan ikkitasi birga bo'lgan Infallible Skin Ink nomli konsiler va tonni surib oldim. Ko'zlarimni esa to'q jigar rangda bo'yadim. Keyin esa yaltiroq stik teng surdim. Rasshovka qilishga juda ham qulay. Va bu ham L'Oreal Parijdan. Va men sevgan eng sevimli vodostoyki tushim teleskopik. Bu kiprikinglarni dona-dona qilib uzun qiladi. Prosta wow. Ikki xil rangdagi pomada surdim. Bittasi rozovый, bittasi esa to'qroq. Labda naqd 16 soat turadi. Obraz deyarli tayyor. 1, 2, 3. Leyla, ya'ni Cemre Bayselga o'xshaysiz degan kommentariya va SMSlar kuniga yuzlab keladi. Hozir o'ziga emas, obraziga yana ham o'xshatishga harakat qilaman. Ko'zlari yashil ekan, shunga o'xshashroq linzalarni zo'rg'a qidirib topdim. Makiyajini nejniy qilib rumyanini ko'p surar ekan. Men ham rumyanini sevaman, balkim u menga o'xshaydi. Highlighterni ham ayamasdan surdim. Kiprigimni yaxshilab bo'yab, labimga nejniy blesk surdim. Va men tayyorman. 1, 2, 3. Лейла. И если это потеряешь, то, к сожалению, уже никогда не вернешь. Так что же это? Время, Неджо. Время ты мне не вернешь. Yaşayamam sensiz Civan. Yaşayacaksın. Sensiz yaşayamam. Yaşayacaksın. Benim için de yaşayacaksın. Agar menga kimdir qachondir qora rangdan boshqa ranglar ham kiyasan desa ishonmasdim. Hozir esa juda ham ko'p yorqin ranglarni kiyaman. Bugun sariq bilan seri rangni moslab ko'ramiz. Ketdik. Sariq sviter yana ham stilliroq bo'lishi uchun oq rubashka bilan mosladim. Seri shimimni faqat bir xil rangini topdim. Qolganini ko'rmadinglarmi? Kiygan kiyimim xuddi quyosh bilan yerni rangiga o'xshaydi. Lekin chiroyli bo'ldi. Oyoq kiyim nima kiysam yaxshiroq bo'lardi. Nima deb o'ylaysizlar? Ana endigi navbat sochimga. Hozir ko'ramiz nima qilaman, lekin yig'moqchiman. O'xsharmikin ko'ramiz. Bir amallab yig'ib oldim, o'xshagani shu bo'ldi. Endigi navbat aksessuarlarga tuq qilib zirakchalarni taqib olamiz. Mana bu bo'ynimdagi ortiqchamidi dedim, lekin baribir taqdim. Hayotda ham shunaqa, aytganimdan qo'ymayman. Qo'lga bitta soatcha, endi navbat ochkiga. Menda ikkita tanlov bor, bittasi oq, bittasi shunaqa. Oq ochki bilan ham juda ham chiroyli turdi, lekin baribir menga mana bu variant ko'proq yoqdi. Sizlarga-chi? O'zi juda ham kamdan kam bunaqa stilda kiyinaman, menga baribir ko'ylakchalar kiyib yurish yoqadi. Sizlar bunaqa kiyimda qayerlarga ketgan bo'lardinglar? Menga obraz qanchalik yarashdi? 1 dan 10 gacha baho beringlar. Go crazy. Endi menda ham Make Up Forever paletkasi bor. Bu обязательно har bitta qizni kosmetichkasida bo'lishi kerak. Nimaga bunaqa deyotganimni videoni oxirida ko'rasizlar. Mana shu kichkinagina paletkani o'zida rumyani, skulptor, highlighter, concealer har xil ranglardan bor. Ayniqsa teksturasi menga juda ham yoqdi. Yuzimga surgandim, gladki yotdi. Qaranglar, mana shu paletkani o'zida deyarli 80% makiyajimni bugun o'ziga xos atmosfera, tog'lar, qor, go'zallik. Uzun marketdan kosmetika olib keldim va shu yerni o'zida makiyaj qilaman. Qani ketdik. Barcha mahsulotlarga artikulni videoda qoldiraman. Siz ham buyurtma berishingiz mumkin. Shuning uchun videoni screenshot qilib olib qo'ying. Va oxirgi shtrix. Endi biz nafaqat tog' cho'qilarini, balki har qanday cho'qilarni zabt etishga tayyormiz. Uzun marketga tashrif buyuring va foydali xaridlarni qo'lga kiriting. Turli xil mahsulotlarga 80% gacha chegirmalar bilan qishga tugatish jarayoni qizg'in pallada.
Dugonamni tug'ilgan kuni munosabati bilan qizlar bilan yig'ilishga qaror qildik. Vaqtliroq kelib yordam beraman deb dugonamga va'da bergandim, lekin baribir kech qolyapman. Bo'ldi, men tayyorman. Sovg'amni olib, endi tezda kerakli narsalarni olishga yo'l olaman. Hech bir bayram va tug'ilgan kun albatta Coca-Colasiz o'tmaydi. Eng kerakli narsalarni olib dugonamning uyiga keldim. Dugonamni tabriklab sovg'asini berdim va birgalikda chiroyli qilib stol bezatishni boshladik. Ketma-ket dugonalarimiz kelishni boshlashdi. Sevimli ichimliklarimizni ichib, ovqatlanib, mazza qilib suhbatlashib o'tirdik. Aslida haqiqiy bayram bu sabab emas, balki siz bilan birga bo'lgan odamlardir. Men Instagramga kontent olishdan oldin ilhomlanish uchun tez-tez kino ko'rib turaman. Hattoki makiyaj qilgan paytimda ham kinopoyizga kirib sevimli filmlarimni ko'raman. Masalan, Emily Parijda filmidagi fransuz aktrisasiga o'xshash aktrisalar obrazidan ilhomlanaman. Va syomkalarimga tayyorlanishimda kayfiyatimni ko'tarish uchun Yandex Music'dan qo'shiq eshitaman. Yandex Go'ni shunaqa yaxshi ko'raman, sababi vaqtimni tejab, tezda taksi chaqirsam bo'ladi. Yana Yandex Plus'da qatnaganingizda ballar ham to'planadi. Syomkadan charchab, ovqat qilishga kuchim yetmaganda Yandex Go'da bepul yetkazib berish orqali xohlagan ovqatimni buyurtma beraman. Qulay va ortiqcha xarajatlarsiz. Yandex Plus bu meni kunimni osonroq qiladi va ilhomlantiradi. Plus Yandex O'zga ulaning va dastlabki 30 kun bepul foydalaning. Aktrisani bir kuni, ya'ni meni kunim qanaqa o'tadi? Ertalab 5 dan makiyaj qilib chiroyli bo'lishni boshlayman. Ertalabki jonli efirimga kelaman. Bilmaganlar uchun men ko'rsatuvda boshlovchilik ham qilaman. Keyin aktrisaligim esimga tushib, syomkaga kelaman. Yig'lab syomka paytida uxlab qolishim hech gap emas. Syomkamni tugatib, keyingisiga, ya'ni reklamani videosini olishga boraman. Buni ham tezda tugatib, ikkinchi kanal uchun, ya'ni sevimli uchun ko'rsatuv yozamiz. Ha, bu yerda ham boshlovchiman. Va albatta charchab qolganimdan tilim kelishmasligi odatiy hol. Bu hali hammasi emas. Kunim tugamadi. Siz sevgan Bollywood Battle repetitsiyasiga kelaman. Bu yerda yiqilib qiyin raqsni o'rganib olyapman. Hammasini chotki qilib o'rganib olganimdan keyin uyimga qaytaman. Mana shunaqa liftda qo'shiq aytib, o'zimni chalg'itaman. Ishimni yaxshi ko'rganim uchun charchoqlarim ham tez chiqib ketadi. Yozgan SMS-ga uzoq vaqt javob bermaganingizni ko'rib, boshqatdan SMS-ni o'chirib qo'yadigan insonlar menimcha ko'pchilikning hayotida bor. Men bunaqa insonlarni o'ziga nisbatan ishonchi past deb o'ylayman. Sababi siz ozgina vaqt unga javob bermasangiz, unaqa insonlar sizni unga nisbatan befarq va o'zini kerakmas deb o'ylashadi. Sizga SMS yozib, qayta javob ola olmaslikdan qo'rqishadi va har safar yozganda sizga bog'lanib qolishdan qo'rqishadi. Bunaqa SMS o'chirib qo'yishlar shaxsan meni kuldiradi. Shaxsan men yozgan SMSimni xato ketsa ham o'chirmayman. Chunki meni o'zimga bo'lgan ishonchim baland. Qizlar sochimizni shunchaki yuvib ukladka qilsak bo'ldi. O'zimizga bo'lgan ishonchimiz 200% ga oshadi. Meni ishlatadigan Tricha brendidan shampunim, soch uchun maskam va masla soch tolalarimni tiklab, silliq qiladi. Bularni ishlatganimdan keyin sochlarim объемный bo'lib yaltillab turadi. Ayniqsa hidi shunaqa xushbo'y to yuvgunizcha ketmaydi. SMS o'chirishlarga keladigan bo'lsak, sizga befarq emas inson 1 sekundda ham 1 yilda ham javob beradi. Sizga befarq bo'lgan inson esa unga yozganingizni o'chirib qo'ysangiz ham e'tibor bermaydi. Shuning uchun yozganingizni o'chirib qo'yish shart emas. Ozgina sabr qiling, javob keladi. Javob kelgandan keyin esa shunchaki nima qilishni o'zingiz bilasiz. Xohlasangiz kunlab javob bermang. Eng yaxshisi esa siz ham ignor qiling. Bugun menga eng ko'p beriladigan savollarga javob bermoqchiman. Yoshim 23 da, sentyabrda 24 ga to'laman. Madaniyat va san'at institutini bitirganman. Professional aktrisaman. Bo'yim 1.65. Ko'pchilik meni hayotda ko'rsa kichkina ekansiz-ku deydi. O'z rasmimda shunaqa balandroq ko'rinadi. Vesim 53 kilo. Ko'pchilik meni ekranda semizroq deb o'ylashadi, lekin hayotda ozg'inman. Ekran 5-10 kilo qo'shadi. Shuning uchun shunaqa ko'rinamiz. Ko'pchilik mana shu ko'zim ustiga qo'yadigan oq nimaligini juda so'raydi. Mana shu highlighter, buni bilmayman, necha yildan beri ishlataman, umuman tugamaydi. Shu paytgacha serial, kino, novellalarda tushganman. Sizlar har doim ko'radigan kelin rollarini ham juda ham ko'p tushganman. Juda ham ko'pchilik qizlar menga tirnoq haqida ko'p gapirishadi, lekin men ancha yillardan beri tirnoq umuman qo'ydirmayman. Menga tirnoqsiz yurish komfortliroq va buni o'ziga yarasha sabablari bor. Labimga hech qanaqa gel qo'ydirmaganman, shunchaki kattaroq chizaman va labimni o'zi ham kattaroq. Xullas, sizlar bilan gaplashib, yerda makiyajimni qilib oldim. Menga qachon podpisatsiya qilgansizlar, kommentariyada yozib qoldiringlar. Oldin men ishonch bu hamma narsa mukammal bo'lganda deb o'ylardim. Endi esa tushundim. Bu shunchaki o'zingga yoqish ekan. Chiqishdan oldin men eng asosiy narsaga e'tiborimni qarataman. Bu ham bo'lsa kipriklar. L'Oreal Parijdan Paradise Big Deal. Kipriklarga uzunlik va hajm beradi.
hech qanday donachalarsiz. Bir qatlam tush va nigohlarim darrov yumshoqroq va chuqurroq bo'ladi. Eng zo'ri, xohlaganingcha qatlam surtish mumkin. 5 yoki 10 marta va kipriklar yanada go'zal, nigoh esa nafis bo'ladi. Menga o'zimga bo'lgan ishonchni yanada orttiradi. Paradise Big Deal'dan har bir nigohda ishonch yarat. Bilasanmi, shunaqa mehribon, har doim ko'nglimga qaraydi. Meni xursand qilish uchun hamma narsa qiladi. Har kuni gullar sovg'a qiladi. Xullas, bir so'z bilan aytganda ideal. Xo'p, nimaga shans bermaysan unda? Uni sevmayman.